Sandwich paneldan qanaqa qilib bino quriladi? Sandwich paneldan bino qurilsa nima afzalliklari bor? Sandwich panelni qurayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Mana shu haqida videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, sekin-sekin bitta-bitta yoritib beraman. Xo'p, bu zdaniyamiz mana 2,5 ming kvadratli angar hisoblaniladi. Xo'p, buni biza sandwich panelni 10 santimetrligi, metalli qalinligi 0,5, bu metalli ham qalinligi 0,5. Mana Z zamok. Bu zamok Yevro standartga to'g'ri keladi. Xo'p, ranglarini mana bu yog'i seri, bu yog'i oq. Xo'p, mana orasida chokla, ko'ryapsizlarmi mana? Bu har bir qotirilgan bo'ladi. Mana bu yerda qilinmagan joyi ham bor. Ulangan joyini ko'rdingizmi? Mana bu yerda turibdi. Mana bu yerda bunaqa aksessuar bilan yopilsa, bilinmay ketadi. Xo'p, sandwich panelni endi yana buni metalini 0,4 qalinlikda qilsa bo'ladi. 10 santimetrligini 5 santimetrda yoki 8 santimetrda qilsa bo'ladi. Xo'p, bu sandwich panelni biz ishlab chiqarmaganmiz. Kim ishlab chiqarganligini ham bilmayman, lekin buni sifatini ko'radigan bo'lsak, mana qaranglar. Bir joyda ola-bula bo'lib ko'ringan. Bu sandwich panelni sifatiga juda katta ta'sir qiladi. Bu sandwich panel biz ishlab chiqarganimiz. Mana bu zamoklar, uni zamoklari, mana tekislik. Mana mashinlarga ham qarasa bo'ladi. Yana buni pok qilib ovoz chiqyapti. Bundan ham bilib olsangiz bo'ladi, sandwich panel ichi qanchalik zichligini. Xo'p, endi sandwich panelni biz ishlab chiqaramiz. Bizning vazifamiz ishlab chiqarish. Shunaqa holat bo'ladiki, kimlardir sandwich panel ishlab chiqaradi, sandwich paneli zo'r. Lekin usta tajribasiz usta bo'lsa, mana degan zo'r sandwich panelni ham bizib qo'yadi, qatinidir uyaltirib qo'yadi. Endi yaxshi ustani sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bizning zavoddan bir nechta ustalar oladi. O'sha bir nechta olganlarining ichidan saralanib keladi. Kimlardir ishini yarmida tashab ketadi, bizga kelib jalba qilishadi, usting yomon ekan. Kimlardir quradi deb, usting zo'r ekan, gap yo'q deydi. Hozir video davomida bizani sinovdan o'tgan mana shunaqa katta obyektlarni mana shu Sergeli Surunmozida bir 10 ming kvadratdan oshuv joyi mana shu Behruz akam ustamiz yopib berdilar. Bularni nomerlarini ham qo'yib ketaman. Sandwich panel kerak bo'lsa bizga murojaat qilasiz. Ustani maslahat kerak bo'lsa, bularga maslahat qilsangiz bo'ladi. Behruz aka, sizni sandwich panel mana qotirish bo'yicha, sandwich paneldan bino qurish bo'yicha tajribangiz necha yil? 8 yil. 8 yil. Xudo xolasa, mana shu sandwich panellarni qurganingizdan keyin qancha kafolat berasiz? 5 yil. 5 yil, juda ham zo'r. Bu hammaning savoli, menga ham qiziq, ko'pchilikga ham qiziq. Mana shu 2,5 ming kvadratli obyektda siz qanchada sandwich panelini urib berdingiz? Sandwich panelni o'ziga bir hafta vaqt. Aha. Metali bilan 1 oy. Aha. Topshiramiz 1 oyda. Ko'ryapsizlarmi? 1 oyda mana shu 2,5 ming kvadratli angarni qurib bitkizsa bo'ladi. Agar buni g'ishtdan, fasadli qilib, boshqa qilib qiladigan bo'lsa, kamida 6 oy ketadimi? Shunday. Ham endi afzallik taraflarini aytaman. Boya aytdim, sandwich paneldan qurilgan binoni afzalliklarini ham aytaman deb. Birinchi afzalligi mana tez bitishida. Buni bitgandan keyin ikkinchi afzalligi xohlagan paytingiz buni yechib boshqa joyga ham o'rnatib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, uchinchi afzalligi g'ishtdan, suvoqdan yoki shlaka blokdan, ya'ni har xil boshqa mahsulotlardan qurganingizdan buni farqi isitish, sovutish xarajatingiz 30-40% ga kamroq bo'ladi. Chunki bu ichkarida issiqlikni yoki ichkarida sovuqlikni tashqariga chiqarmaydi. Tashqarida issiq suvini ichkariga kirgizmaydi. Shuni hisobi bilan elektr energiya xarajatlaringiz kamayadi. Va yana oxirgisi, bu mahsulot yonmaydi. Chunki bu bazalt bu. Bu bazalt lavadan paydo bo'lgan toshlarni maydalab, mayda tog'li qilib, mana shunaqa holatga olib kelinadi. Bu yuz plotnosida zichli holatida bo'ladi, umuman yonmaydi.
Endi sizlar ham sandwich panelni qurmoqchi bo'lsanglar, ustiga savolinglar bo'lsa yoki sandwich panelni o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni yozamiz. Nomerlarga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Bitta ma'lumot aytmanman. Bizani o'zimizni sandwich panel ishlab chiqarish bo'yicha stajimiz eng kamida 10 yil. Mana shu oxirgi Sergeli Rohatdagi zavodimizga 5 yildan beri o'sha yerda ishlab chiqaramiz. Bu degani 5 yildan beri biz o'zimizning ustida ishlab mana shu rohatli joyimizda bironta mijozdan jalba kelgani yo'q. Sizlar ham agar sandwich panelni sifatlisi, ustdan ham sifatlisi kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib buyurtma bersanglar bo'ladi. Bizani YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, har xil endi qurilishlar haqida bu yoqqa sekin ma'lumotlar berib boramiz. Sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, ozgincha bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga fikringizni yozib ketishinglar mumkin.